Assalomu alaykum akalar, ukalar, aziz obunachilar. Bugun Qashqadaryo viloyatida shahar Sabz tumanida 3,5 sotiklik tavdon usulida 2 qavatli parnigimizni boshlaganmiz. Kontener mahsulotlarini birinchi qatorni alkasini xudo xolasa tugatay deb qoldik. Kecha boshlaganmiz ishimizni 2025-yil 6-yanvar 26-yil 2026-yil bilasizlar. Ishni boshlaganmiz. Qasillatga yotibmiz. Yetgan joylar. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab bemalol ishimiz yo'lga qo'yilgan. Like bosib qo'yasizlar, kerak bo'lsa telefon xohlasanglar qilib qo'yasizlar akalar. O'zimiz ustamiz. Narxlar 2 qavatligi 13.500.000 dan qilinyapti. Bitta parni ichiga yana bitta parni bo'ladi. Bitganda ham ko'rsataman. Bitkizib beraman 1-2 soatdan keyin. Balgarkamizga ish yo'q ekan, dam olib yotibdi. Ular shunaqa akalar. Kimga issiqxona xizmat kerak bo'lsa telefon qila olasizlar. Bitta like bosib qo'ya olasizlar. Mana yangi oldim, 3 ta temiri bor.